Juda ham ko'pchilik qizlarimiz Divine duxisini zakaz qilayotganda beradigan savoli. Shahnoz opa, Divine duxisini hidi o'zgarmaganmi hozirgi yangisida deb so'rashadi. Yo'q, Divine duxisini hidi o'zgarmagan, uchala notasi ham eski Divine'dagi uchala notasi ham bir xil. Faqat o'zgargan joyi parfyumerniy vada va tashqi ko'rinishi o'zgardi. Juda ham chiroyli. Qaranglar, ayol kishini figurasiga o'xshaydi. Divine ishlatganlar shunaqa figurada bo'lib ketadi, chiroyli bo'lib. Demak, buni hidi svejiy zapahni yaxshi ko'radigan ayollarga juda ham mos keladi. Bilasizlarmi, bizda ofisda qizlar agar Divine sepadigan bo'lsa, prem ofisga kirishi bilan Divine hid keladi. Srazu so'raymiz, Divine sepdingizmi? Bu duhi juda ham hidi uzoq turadi. Qizlar zakaz qilsanglar bo'ladi. Hozir aksiyada chiqqan ayollarda eng populyarniy duhisi. Zakaz qabul qilamiz.